Odatulloh shunga joriy bo'lgan Xudoning odati. Nimaga joriy bo'lgan? Yangi narsalarni xalq qilishlikka joriy bo'lgan. Dunyo bino bo'lgandan buyog'iga yangilanib kelyapti. Bid'at degan so'z yangilik degan so'z. Yangilik. Ilgari yo'q edi, yangidan paydo bo'ldi. Mana bid'atini tarjimasi shu, yangiliklar. O'ylaysizlarmiki, kun sayin yangiliklar paydo bo'lyapti. Bir yil ilgari bo'lib turgan narsalar u qolib ketib, undan ham bir yangilikroq narsalar chiqib kelyapti. Demak, Parvardigorning odatulloh, Parvardigorning odati shunga joriy bo'lganki, shu dunyoni yangilatib olib boradi. Qayerga olib boradi, bag'i intihosi qayerga borib to'xtaydi, uni o'zi biladi. Misol shunga o'xshaydiki, uyingizni bino qilasiz, bino qilganingizdan keyin kamchiliklari ko'rinib qolaveradi. Mana yerga mana bunday qilsam bo'lar ekan. O'sha yerini tuzatasiz. Aytib tuzatganingizdan keyin, buni yana tag'in mana yerlarni mana bunday qilib, ajoyib bu kraskalar suykan buni mana bunday qilib, bu elektrlar qurib, mana bag'iga bunday kun sen shu uyingizni obod qilib boraverasiz. Shundaymi? Yangi siz ixtiro qilib boraverasiz. Xudo ham dunyoni mana shunday qilib olib boradi. Mana shunday qilib olib boradi. Bu ko'ringda, hali gapimizda gapirib o'tdikki, ustoz pul, hammaning ustozi kim desa, Xudo ustozi. Xudo payg'ambarlarga, podsholarga, ulug' davlat mana shularga ilhom qilib boradi, o'qil. Mamlakatni mana bunday qil, mana bunday yasa, mana bunday intizom qil deb olib boraveradi. U ta'lim berib boraveradi, bular qilaveradi. Bular qilaveradi. Lekin Xudo ilhom qilmasa qaydan qiladi? Sizni dilingizga Xudo solmasaki, uyimni nuqsoni, mana bu yer kamchiligi bor ekan, buni oxir yaxshilashim kerak ekan, qaydan qilardingiz buni? Xudo sizga dilingizga ilhom qildingiz. Shundaymi? Demak, dunyo olam va manzili bir uy ekan. Xudo davlatlarni tasarrufiga beradi shu dunyoni. Sen xo'jayinsan shay. Sen mana bunday qilgin, mana bunday obod qilgin, mana bunday yerlar qurib yotibdi, mana bularni obod qil, suv chiqar, u qil, bu qil, dunyo obod bo'lsin, xalq bir kengrovlik bilan yashasin xalq. Bandalarim rohatlansin. Sen vazifang shunday qilishliging, sen xo'jayinsan shay. Ana u xo'jayinlarga buyruq diliga ilhom qilaveradi, bular yangiliklar chiqaraveradi. Mana ko'rib turibsiz-ku axir. Daryolardan suvlar chiqarilyapti, kanallar qazilinyapti, moshinlar qurilyapti, o'qilyapti. Hammasi inson uchun qilinyapti shu narsalar. Kim foydalanadi shundan? Inson foydalanadi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Va sharrul umuri muhdathatuha va kullu bid'atin dalalatun va kullu dalalatin fin-nar. Buni tarjimasi nima o'zi? Buni ta'vili nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, battarin umur ishlarning shu battarinisi yangi chiqqanlari, shariatga xilof, sunnatga xilof yangi chiqqan bo'lsa, mana shu battarin shu. Va kullu bid'atin zalalatun, ya'ni va kullu bid'atin va kullu ahli bid'atin ahlu zalalat.
mana shunday muqaddar qilamiz. Har ahli bid'at ahli zalolatdan iborat. Bu qanaqa bid'atiki bu ahli zalolat bo'ladi bular? Men hali sizlarga tushuntirib aytdimki, Alloh taolo ustozi kul. Xudo dilingizga bir narsani solsa, o'shani qilmaysiz. Avval sizning dilingizga ilhom qiladi, keyin qilasiz. Xudo ta'lim beradi sizga, shunday qiling. Dunyo bino bo'lgandan buyog'iga yangilanib kelyapti. Bid'at degan so'z yangiliklar degan so'z. Tushuninglar buni. Bid'at degan so'z yangiliklar. Odatulloh shunga joriy bo'lgan ekan, dunyoni obod qilish uchun yangi ishlar chiqib kelyapti, yangi hunarlar paydo bo'lyapti. Buni kim qilyapti? Shu o'zi shularni olimlarni diliga solyapti Xudo, o'shalar yangi ixtiro qilib chiqaryapti. Yangidan paydo qilyapti. To Xudo diliga ta'lim bermasa, u nima qiladi, hech nima qilolmaydi. Davlatlar davlatni diliga solyapti, obod qilyapti dunyoni. Bildingizmi? Ana unday qil, mana bunday qil, ana quruq yerlarni och, mana kanallar chiqar, ana obod qil. Hammasi insonning manfaati uchun shu yangiliklar qiyomatga doğru boraveradi bu yangilik. Kun sayin yangi bo'lib boraveradi. Buni oldini hech kim to'solmaydi. Hech kim buni oldini to'solmaydi. Buni tarixda charxini, g'ildiragini orqaga burib olmaydi hech kim. Shu oldiga aylanadi u. Bugunlikda chiqqan narsalar bir oydan keyin mansux bo'lib, bundan yangirog'i chiqadi yana. Mana ko'ryapsizlar tajribada. Anvoy hunarlar chiqyapti, anvoy shunaqa. Dunyoni obodonchiligi uchun ajoyib ishlar chiqyapti. Demak, shu bid'atlarni mana shularni bu haligi Rasulullohning aytgan bid'atlar boshqa-yu, mana bu bid'at boshqa. Mana bu bid'at juda ham xalqqa foydali bid'at bu. Ko'rdingizmi? Kun dunyo yangi bo'lgan sari xalqning rafohiyati, xalqning obodonchiligi, to'yinchiligi hammasi ziyoda bo'lib boryapti. Bildingizmi? Barakot paydo bo'lib boryapti. Endi kelaylik Rasulullohning so'zlariga. Rasululloh qanaqa bid'atni zalolat deb mazammat qildilar. Oxir do'zaxga olib boradi dedilar. Rasulullohning aytgan so'zlari shariatni yo'li tuzgan, islomni tuzgan yo'liga xilof yo'l tuzsa, ana shu bid'at olib borib do'zaxga olib boradi odamni. Islomni bir to'g'ri yo'lda tuzib qo'ygan. Mana shu yo'lda yuring. Shu qiyshiq yo'llarga yurmang, sizni oxir do'zaxga olib boradi. Yangidan yo'l paydo qilmang siz. Islomga xilof, islomni Rasulullohni tuzib ketgan o'sha siroti mustaqim, ana o'sha siroti mustaqimda ketavering, uni anaqa manaqa olishmang, ana sizni do'zaxga olib boradi u yo'l. Mana Rasulullohning so'zlarining ma'nosi mana shu. O'sha bid'atlariki Rasululloh tuzgan yo'llariga xilof bo'lar ekan, ana o'sha bid'at, ana shu ahli zalolat o'sha. Xo'p, endi mana bu va kullu bid'atin zalolatun jumlai qadiyai kulliya bu. Buni qanaqa deb ta'vil qilamiz? Mirqotni mana shu sharh mushkot Mulla Ali-Qori mana mirqotni men safhalariga doğru yozib qo'yganman, o'sha maqomda ko'rganman. Va kullu bid'atin sayyi'atin xilofa sunnati Rasululloh fa huwa zalolatun. Bid'atin sayyi'atin deb yonboshiga qayd qo'yib qo'ygan. Demak, bid'ati sayyi'a bizni gumroh qilar ekan. Endi mani so'zim shu bid'atni nechiga bo'lmoqchiman. Vojib bid'atga ham bo'lmoqchiman. Vojib bid'at ham bor buni ichida.
o'zi bid'ati vojib. Sizlar taajjub qolarsizlarki, hech jahonda bid'at bo'lib vojib ham bo'ladi. Bu qanaqasi? Mandub bid'ati bor, savob oladigan bid'ati bor. Bildingizmi? Qilsa savob oladi. Gunoh bo'ladigan bid'at ham bor. Rasululloh o'sha gunoh bo'ladigan bid'atni aytdilar. Ana u yaxshi bid'atni aytganlari yo'q. Endi bid'atini kelib chiqishidan Rasululloh xabar berdilar. Mana men sizlarga mana o hadisni o'qiyman. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha. Va man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha va wizru man amila biha. Har kimki bir tariqai hasanani chiqarar ekan, bid'at qilib chiqarar ekan, xalqning foydasi bo'lar ekan, shundan savobiga u savob oladi, u amal qilgan kishining ham savobini oladi. Shunaqasi ham bormi o'zi? O'zi bid'at bo'ladi-yu, hasanasi ham bor ekan-ku mana. Rasululloh xabar berdilar-ku. Bildingizmi? Sunnatan hasanatan dedilar. Demak, Rasulullohdan keyin chiqqan narsalarda shunaqasi ham bor ekan. Bildingizmi? Uni savob bo'ladigani ham bor ekan. Amal qilgan kishilar ham savob olar ekan. Har kimiki bir tariqa, yomon tariqa, xalqqa ziyon yetadigan tariqani chiqarsa, uni vizri, uni gunohi uni bo'yniga, amal qilgan kishidan ham hissa, gunohdan hissa beriladi o'shanga. Rasululloh mana shunisini aytdilar. Endi qani tafsirga kelaylikchi endi. Qanaqa bid'at vojib bo'ladi? Shuni bilinglar bir marta. Mana shu gapirgan gapim ilmiy gap. Ancha muncha mullani aqli yetmaydigan gap gapiryapman. Shuning uchun ahamiyati juda ziyoda. Buni xo'p yodlab olish kerak. Bildingizmi? Xo'p. Bir farzi qat'iyni mavqufun alaysi mavquf bo'lsa o'shanga o'sha narsa ham farz bo'lish kerak. Mana tahoratsiz namoz bo'lmaydimi? Namozingiz mavquf tahoratgami? Tahorat ham farz mana. Mavqufun alaysi farz bo'lish kerak. Bildingizmi? Mana sizga hozir yana bittasini tov beraman. Xo'p, ilm talab ilm farzmi? Farz. Talab ilm nima bilan bo'ladi? Qani aytingchi? Talab ilm kitob bilan bo'ladimi? Kitobsiz ilm hosil bo'lmaydimi? Kitob tasnif qilish ham bu ham vojib ekan. Shu ilm talab ilm mavquf bo'lsa, u ham vojibga aylanadi. Qur'onni ilmini bilish uchun ilmi nahv, ilmi sarfni o'qish lozim ekanmi? Lozim ekan. Busiz u Qur'onning ma'nosini birov bilmaydi. Demak, ilmi sarf, ilmi nahv o'qish ham vojib ekan. Mana bid'at vojib, mana sizlar. Men hujjat bilan aytyapman bu gaplarni. Talab ilmni qaydan qilasiz? Xudo sizga osmondan ilhom qiladimi? Yo ilm laduniy bilan umulla bo'lasizmi? Yo'q. Kitob olasiz qo'lingizga, u kitobni bir ustozning oldiga olib borasiz, o'shandan ta'lim olasiz. Undan keyin mulla bo'lasiz. Qaydan mulla bo'lasiz? Qani aytingchi. Demak, mandublari qaysi desa madrasa bino bo'ldi. Madrasa. Shu talabalarni istiqomat qiluvchi uchun ishda o'qisin deb madrasalar odamlar bino qildi. Shu bid'at bo'lsa, shu savob oldida shularda. Mandub da shuda. Bildingizmi? Vojib bo'lmasa-da mandub da mana. Mandubiga misol mana shu. Ilgari vaqtida musofirlar uchun davlatlar robot qurar ekan, har bir uchtoshli yo'lga bir saroy qurib qo'yar ekan. Bu odamlar, musofirlar qofila borib haligi saroyga tushar ekan. Kechasi o'sha yerda rohatlanib, keyin ovqat qilib, yeb kechasi tunab ertadan bilan ta'an safar qilar ekan. Har 3 tosh, 4 tosh yo'lga bitta shunaqa robot bo'lar ekan. Shu robotni qilish shunga savob oladimi? Shu musofirlarning rohati uchun qilib qo'ygan shuni. Bildingizmi? She'rga suv chiqarib qo'ygan, quduq qozib qo'ygan, shu musofirlar suv ichsin shundan. Mana shu yerda tunasin kechasi deb shu rohatlangan, shuning uchun
shuni qilib qo'ygan rabotlarga savob olmaydimi? Bildingizmi? O birov yo'lda kecha turgan odam bir kecha uyidan joy bersa o'sha savob oladi-ku, bu katta rabotni qurib qo'ygan bu savob olmaydimi? Oladi. Mana shu mandub bid'at mana. Mana shular bid'at bo'lsa-da, mana savob oladigan bid'at. Mana shuning ichida Mavludi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mavlud shariflarini o'qiydi odamlar. Bir odam ziyofat qiladi, uyiga odam keladi. Xo'p. Shuni bid'at bo'lsa ham shuni Mavlona Abdulla aytadilar, qilgan kishi ham majbur bo'ladi, o'qigan kishi ham majbur bo'ladi. Nimaga majbur bo'ladi? Buni ba'zilar harom deb yuribdi-ku. Qanaqasi harom? Bunda nima aytilyapti? Bunda nima? Nag'ma usul bo'lyaptimi? Nimaga harom bo'ladi? Durud Rasulullohni aytish harom ekanmi? Allohumma salli ala Muhammadin va ala al Muhammad desak, bizga gunoh bo'ladimi? Buni aytuvchi kishi Xudo Qur'onda buyurdi-ku, yo ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima dedi-ku. Biz durud aytib Rasulullohni yodlasak, ruhlarga shunday qilsak biz gunohkor bo'lamizmi? Bu hamda qilgan o'shandagi sadaqotlar haromga aylanadimi? Qaysi aql bilan, qaysi niyat bilan gapiriladi shu gapni? Xo'p. Demak, bid'atning ichida mana shunaqa mandub savob oladigan bid'atlar bor ekan. Bid'atini birinchilardan kim boshladi? O'zi ashoblarning o'zlaridan boshlanib keldi bu narsa. Zarurat bo'ldi, boshlandi-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana hayotilik davrlarida Rasulullohga odamlar nima qildiki, yo Rasululloh, ovozingizni eshitmaymiz, ana u safimiz anada namozga ko'p odamlar yig'iladigan bo'ldi. Shu yerda uzoqdagilar so'zlarini eshitmay, bir baland yerga chiqib turib mau'iza qilsalar. Bitta bo'lmasa minbar yasanglar, bitta mana bu ana imomlarga chiqib ana xutba o'qiydigan hozirgi minbarimizga o'xshagan minbar. Zarurat bo'ldi, shunga majbur bo'ldilar qilishga. Yana bir vaqtida turib, yo Rasululloh, siz har yerga xat yozyapsiz, xatni 2 pul olmaydi, mo'hri bo'lmasa ekan desa, mo'hr ham qilinglar unisa. Yana yangidan mo'hr ham paydo bo'ldi. Dunyoning zaruriyati odamni o'zini majbur qilib qo'yadi shunaqa ishlarga. Rasululloh ham majbur bo'lmasa, havasaki Rasululloh qo'llariga uzuk taqib o'tiradilar. Bu havasmidi bu? Bu havas emasdi-ku bu. Majbur bo'ldilar. Bo'g'ri bo'lish kerak ekan. Muhammadur Rasululloh deb o'yildi ko'ziga. Mana shu bilan hali maktublarga mo'hr bosadigan bo'ldilar. Bu ish o'zi yosh bolaning o'yinimidi bu? Bildingizmi? Dunyo zamonni ketishi olamni shunday majbur qilar ekanda. Bir vaqtda Dehye Kalbi roziyallohu ta'ala anhuni Hiraqlga noma yozib, har tarafga davlatlarga noma yozdilar. Ulardan javob keldi, elchi borib keladigan bo'ldi. Elchi Hiraqldan keldi shunga. Dehye Kalbi roziyallohu ta'ala turaydi, yo Rasululloh, ana elchini bizni mana bunday qilib kutib oladi u. Biz ham o'shanga yarasha shuni kutib olishimiz kerak ekan. Uni yaxshi uyga o'tkazishimiz kerak ekan. Yaxshi tillo taboqlarda bizlarga ovqat beradi, shunaqalar bo'lish kerak ekan. Uni elchisini ham biz shunaqa hurmat qilishimiz kerak. Misolinglar bo'lmasa bitta mehmona. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ana bitta elchixona so'q. Elchilar kelib, ana Baytul Moldan tillo taboq olib o'sha yerga qo'yildi, o'shalarga ovqat solib berish uchun. Ana zamon majbur qildi mana shunday ishga. Bildingizmi? Shularni azbaroy shular bilan muomala qilish uchun shunday ishlarga shunday qildilar. Tag'in ketga turganda bularga yo'l hajji ovqatlanish uchun ba'zi zodir-ohilar qo'liga berib tag'in to uyga yetib olguncha. Demak, siz qilmayman desangiz ham zamon sizni majbur qiladi. Yo'q, men qilmayman deb qo'lingizni qo'yishtirib o'tirganingiz bilan bo'lmaydi hech bir ish. Bildingizmi? Yana uyingizga mehmon kelar ekan, siz mehmon do'st ekansiz, mehmona soling axirida. Bildingizmi? Sizni ko'chaga o'tkazsin bu odam. Ana sizni shu majbur qiladiki, bitta mehmonxona solib qo'yishim kerak ekan. Mana bu odamlar keldi ketsa bo'lgandan keyin
Aytadilaringki, ya makun ba filbanan do'sti, ya bisotchi xonai xud dar xuddi fil. Shayx Sa'di aytdilar, filvonlar bilan oshnachilik qilma. Oshnachilik qiladigan bo'lsang, darvozangga filga yarasha qilinglar. Mashina bilan kelyapti, darvoza hamma darvoza qurib yubordi. Nimaga desa, odamlar mashinasi kelsin-da unga. Mashina ko'chada turadi. Bildingizmi? Majbur, zamon sizni majbur qildi. Bo'lmasa ilgari bizim bunday kichkinagina eshikchamiz bo'lardi, bitta odam kiradi, bitta odam chiqardi, bitta eshak kirsa bo'lardi. Endi eshak emas endi mashina endi. Mana ko'ring-da endi-da. Dunyo mana shunday bo'lib boradi. Bildingizmi? Endi Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytgan bo'lsalar va kullu bid'atin zalolatun degan bo'lsalar, ana uni mufassirlarimiz, uni muhaddislarimiz va kullu bid'atin sayyi'atin, ana zalolatun, har bid'ati sayyi'a zalolat ekan. U hasanasi juda yaxshi ekan, u odamlarning manfaatiga ekan. Qur'onda to'planishga janjal, sahobalar to'plashga janjal qilishdi. Rasululloh qilmagan ishni nima uchun qilamiz dedi. Bu bid'at dedi. Bu foydali, axir foydali. Bu Qur'on zoyi bo'lib ketadi. Har muncha lapaklarga yozilgan Qur'on avval axir. Bu narsa bir kitob bo'lib chiqmagan. Har kim bu uyda takshalarda yotibdi, axir bu nechta oyatlar zoyi bo'lib ketsa nima qilamiz? Dinimizga katta nuqson yetadi. Yig'ishtirib o'sha savollarni hammasini bergan. Qog'oz yo'q. Nimaga yozadi? Ko'rdingizmi? Ana u davrlarda qog'oz ham yo'q ekan. Qog'oz fabrikasi qayerda edi? Yo'q. Hali yo'q u gap. Charimni oshlab turib, charimni yo'q qilib oshlab shunga yozyapti. Ana Qur'on birinchi shunga yozildi. Charimga yozildi. Ana Qur'onni to'plandi. Bu bid'at emasmi? Rasululloh buyurganlar yo'q. Tarovihni 20 rakat Hazrat Umar o'qishga buyurdilar. Bu bid'at emasmi? Ashoblar ittifoq qildilar, ijmo bo'ldi. Bildingizmi? Undan keyin chiqib kelaverdi har bir ishlar. Baytul mollarga iskolat soldi. Har bir ishlar bo'ldi, bordi keldi bo'ldi, davlat bo'ldi. Davlat bo'lgandan keyin juda katta ishlar o'tib ketdi buning ichida. Hammasi Rasulullohning davrlarida yo'q narsa. Endi qanday ahmoq bu? Aytadiki, Rasulullohning davrlarida bo'lmasa hammasi ham nojoiz deb kim aytadi shuni? Ahmoq odam edi. Ilmi yo'q, hech narsaga ilmi yetmaydi. Mana shunday deb aytadi. Bildingizmi, ko'rkorona unday duradi deydi. Mavlud o'qish ham nojoiz, xatm Qur'on harom, falon hakun, ana bu ana qilgan ovqat ham harom. Tavba, oxir sen kitob ko'rgin axir. Kitob ko'rgin. O'zingda aqlingga yarasha gapiravermay axir. Mana ko'rdilaringki, bid'atlarni qanaqalar yomon ekan, qanaqalar yaxshi ekan. Mana xo'p tushundilaring hozir. Bildingizmi? Biram foydali bid'atlar bor ekanki, inson uchun nihoyat darajada foydali ishlar bor ekan. Mana Rasulullohning davrlarida masjidning ichida xashak ham yo'q edi, yer edi, yer. Ashoblar sajda qilsalar peshonalari to'rpoq bo'lib chiqadi masjidning ichidan. Endi o'ylab ko'ringchi, o'sha Rasulullohning davrlaridagi masjidni she'rga qoyim qo'ysak hammaga masxara bo'lmaymizmi biz? Ana u musulmonlar ibodatxonasini qarang. U molxonami, u ibodatxonami? Bildingizmi? Nasoralarning ibodatxonasi muzayyan bo'lib, hamma yo'g'i qiymatbaho narsalar bilan muzayyan bo'lsa yo'q. Bizning ibodatxonamiz molxonaga o'xshagan bo'lsa-ya, axir bizning islom dini shunaqa deb buyuradimi? Yo'q. Nasoralarning muqobiliga harakat qilgin deydi. Va aidu lahum mastata'tum min quwwatin. Mana shu oyat mana shunga dalolat qiladi. U kofirlar, sizlar dushmanlarning nima qilsa muqobilga qilinglar sizlar. Mana shundan bizlar ham harakat qiladigan bo'ldik. Texnikamiz o'shalarning muqobiliga texnika paydo qildik. Masjidimiz ham o'shalarning masjidiga o'xshagan
obod bo'ldi, ichi to'la gilam bo'ldi. Bo'lmasa bu nojoizda bir vaqtda ulamolar, mutaqaddimin ulamolari masjid ziynati makruh tahrimi deb buyruq bergan. Keyingi vaqtida mutaakhirin qaradiki, bu masjidimiz hamma ibodatxonalardan bizniki rasvo juda ko'p. Qabristonimiz mol o'tlaydigan joy, qabristonimiz. Hamma mollar qabristonning ichida. Bizning atrofida bunday ihotasi yo'q, ki buni qabrlarni bunday hurmat qilinsa. Bildingizmi? Ana shunaqa bo'lib ketuvdi bir vaqtida. Endi ko'zimiz ochilib, qabristonimizni ham atrofini bunday ihota qilib, mol kirmaydigan qilib, ana vaholanki fatavolarda aytadiki, qabr ustidagi o'tin yulmaydi. Nimaga? U tasbih aytadi, u go'rga foydasi bor uni, ahli go'rga. Go'rdagi o'sha yotganga o'sha giyohni tasbihsidan foydalanadi deb ana shunday. Ajoyib gap kelib qoldi. Xo'p, o'sha bitta giyohni odam bilmaydigan tasbihsidan, zikrullohdan o'sha tagidagi ahli qabrga foyda yetsa, Qur'on o'qisak foydasi yo'qmi? Qani aytinglarchi. Xudoning kalomini tepasida o'qisak, shu ahli qabrga foydasi yo'qmi? Kim aytadi shuni foydasi yo'q deb? Har kim shuni Qur'onda foydasi yo'q degan kishi kofir bo'ldi-ku. Hamma foyda Qur'onning ichida-ku. Bildingizmi? Xo'p. Bizni mana endi men sizlarga gapirib turgan bid'at xususidagi gapim shuni bir gapiraman bir joyda duydim. Mani bu gapimga bid'at vojib bo'ladi, mandub bo'ladi desam, ba'zilar lavni burib masxara qilib kelgan. Bid'atini ham vojibi bor ekan-a. Ana uni gapini eshitinglar deb chiqarmish. Bildingizmi? Men mana shuni raddiga gapirdim, mana shu gapni. Toyinki bu lenta o'shalarda oldida qo'yilsin, u bilsinki bid'at deb nimani aytadi-yu, zalolat deb nimani aytadi-yu, hasana deb nimani aytadi. Mubohi mana o'tirishimiz mana. Mana shuni aytibdi, buni ham aytgan. Mulla Ali Qori turib aytganki, odamlarni marosimidagi bo'ladigan ziyofatlar, turli-tuman narsalar qo'yadi, bu bid'at muboha debdi bu. Har bir millat o'ziga yarasha odati bor. Tojiklarda bir qism dasturxon solinadi, o'zbeklarda bir boshqa xilda. Har bir millat o'ziga yarasha bir odati bor. Bildingizmi? U o'zining odatiga daxli bor. Buni dinga hech qanday daxli yo'q. Hurmat deb shu xilda narsalar qo'yamiz. Bildingizmi? Buni hech qanday isrofgarchilik joyi yo'q, hech qanday. Isrof deb nimani aytadi? Befoyda sarf qilsangiz befoyda. Bu nonni olib borib anaqa ko'chaga musulni yashqqa tashlavar ekansiz, ana sizga isrof mana bu. Odam yeydigan bo'lsa buni isrof deb aytilmaydi. Bildingizmi? Mana shunday. Bularda hammasi, bu marosimlarimiz hammasi bid'at-i mubohaga kiradi. Pulingizni zakotini berganingizdan keyin qanday maishat qilsangiz siz unga xo'jayinsiz. Sizni hech kim oldingizdan to'smaydi. Bildingizmi? Qanday maishat qilsangiz qilingda, yaxshi kiying, yaxshi yeng, zakotini berasizmi Xudoning haqqini? Berasiz. Bo'pti. Bag'ning mashina olasizmi, boshqa qilasizmi, u sizning ixtiyoringiz. Allohumma afiqna wa ta'ala.